tanlashimiz kerak. 40 ta blok orasidan bitta tanlaymiz va uni sirli joyga olib borib qo'yamiz raqibimiz ko'rmasligi uchun. Maqsad esa raqibning blogini birinchi bo'lib topish. Bu videoni tayyorlash jarayonida juda katta qiyinchilikka duch keldik. Aynan shu tufayli bu videoni sizlar ko'rmasligingiz ham mumkin edi. Aynan nima bo'lganini esa Telegramda to'liq qilib tushuntirganman. Shunga o'xshash yangiliklarni bilib turish uchun esa albatta Telegramga obuna bo'ling. Mana unda havola, mana shu yerdan o'tishingiz mumkin. Albatta kirib ko'ring. U yerda juda ham qiziq. Xo'sh. Birinchi raundga qanday blokni tanlasam ekan masalan? Menimcha yaxshi g'oya. Shu blok tanlayman yoki bunisimi? Menimcha mana shunisi ajoyib. Bu blok meni o'ylashimcha aynan to'g'ri keladi. Mana qo'yamiz, tayyor. Qishloqqa senda ham havas tayyormi? Men bu o'yinda albatta g'olib bo'laman. Tushundingmi? Senga mas'uldir. Birinchi bo'lib kim savol beradi? Kel, birinchi bo'lib kim savol berishini bilish uchun toshqaychi qog'oz o'ylaymiz. Bo'lmasa sanoqni boshladim. Zot, ziki. Men yutdim. Qadaysiga sen yutasan axir, men yutdim-ku, tosh qog'ozni bosib qo'yadi. Ketaymiz, sen o'rayni birinchi bo'lib o'ynayapsanmi yoki? Qog'oz doim toshdan tushirmagan. Batki mas asabni buzma. Mayli, ko'ndirdik. Birinchi bo'lib bunda savolni sen bera qol. Mayli qara, 3 ta raund o'ynaymiz. Ikkitasida kim yutsa, o'sha yutadi. Tushunarli? Xo'sh. Mening birinchi savolim shundan yuqoriroqqa. Nimaga voqma qilasan? Baribir usti yopilgan-ku, ko'rib bo'lmaydi. Mayli, savolni eshit. Savolim shunday iborat. Seni blogingni vizualida qo'l bilan sindirsa tushadimi? Yo'q, qo'l bilan sindirsa aniq tushmaydi. Xo'sh, mana bu tushmaydi. Mana bu esa buni apsiga tushadi. Buni ham tushmaydi deyish mumkin. Bu tushadi. Bitta savolda shuncha narsalarni yop tashladi. Bularni ham. Nega sen bularni yopyapsan? Kalla, men axir qo'lda tushmaydi dedim. Sen esa aynan mana shu tushmaydiganlarni yopyapsan. Teskarisini qilish kerak, kallak. Seniki tushmaydimi? Men mana shu tushmaydiganlarni yopyapman. Qishloqqa tushmaydiganlarni qoldirish kerak edi. Uzr, men adashib ketibman-da. Shunaqa sen bo'lib turadi hayotda. Faqat sening hayotingda ko'proq bo'lib turadi. Sen hozir nechtasini yopib tashlading? Ustiga ting effekt qo'yib tashlab montajda. Sen bitta savolda 40 tadan 18 tasini yopding. Hisob 1-0 aka, bizda mana bu hakam. Kim bilmasa bu oxirgi versiyada qo'shilgan bo'lib, Minecraftdagi hamma narsani biladi. Shuning uchun bu bizda hakam. Minecraftda oxirida qo'shilgan bo'lsa, faqat oxirida bilish kerak emasmi? Qishloqqa endi savolni men beraman. Sening bloging oddiy olamda uchraydimi? Yo'q. Uni topish uchun itdek mehnat qilish kerak. Shunga o'xshashi amri mahol. O'zi uchramaydi. Xo'sh, tushunarli. Men unda hamma o'zi uchraydigan bloklarni yopib chiqaman. Bu ham o'zi uchraydi, bu ham. Menimcha men ham ajoyib savol berdim. Bloklarni yarmidan ko'pi yo'qolib ketadi. Bu ham adashmasa, bu ham. Yo'q, buni yasash kerak. Bu ham o'zi uchraydi, bular ham. Yo'q. Mana bunisi ham o'zi uchraydi, Men ham savolim ajoyib shekilli. Sanab chiqaylikcha bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta va 17 ta. Diqqat. Yo'l savoli. Seni blogingni kirka bilan sindirish kerakmi? Umuman olganda, uni aynan kirka bilan sindirish lozim. Mana buni legendarni savol desa bo'ladi. Hozir hammasini yo'yib tashlaymiz. Mana buni masalan, buni ham boshqa sindirish kerak. Buni ham boshqa narsada xo'sh. Umuman olganda bu rasvo savol bo'lib chiqdi. Mening savolim shundan iboratki, bu Muhammed Öğretmen. Oğlum birinchi. O'rgan kiyma. Birinchi turgan ikkita bu narsani craftida ishlatiladimi? Savoli qandaydir tushunarsiz, lekin menimcha ishlatilmasa kerak. Yaxshi, unda men mana bu bloklarni yopishim kerak. To'g'rimi qishloqqa? Bilmadim, yopib ko'r keyin aytaman. Mana bu blokni yopaman, masalan, to'g'rimi? Va mana buni ham. Men craftda ishlatilmaydi dedim. Mana bu ham craftda ishlatilmaydi-ku. Nega yopyapsan? Lekin bu yerda bo'lmasam craftda ishlatiladigan blok yo'q-ku. Ha, unda sen bo'lmasam Guinness rekordlar kitobiga kirding rasm savol bo'yicha. Menda o'rgan qanaqa savol berish kerakligini. Eshit, seni bloging faqat ipak kabi tegish sehri bilan sehrlangan kirka bilan tushadimi? Xo'sh, bu qiyin savol. Mana qara,
Qara, masalan, mana bu blok sholkaga kasanasi tushadi. Mana bu esa tushmaydi. Nega bu blok sholkaga kasalgasi tushmasdan tushadi shu? Bundan oddiy olmos tushadi. Runani o'zi tushmaydi kallak. Ha, sen bu ma'noda aytganmiding? Ha. Sen ham bu haqda sezyapsanmi? Sen menimcha mana shu blokni tanlagansana, men bildim. Negadir sen bu yerdan beri shu blokka kelsan bir balolar